Assalomu alaykum aziz qadrdon obunachilarimiz. Biz hozir Bo'yda tumani To'da MFda bugun Hoji bobomni xizmatida bo'ldik. Hoji bobo necha yilsiz? 38. 1938-yil ekan Hoji bobom. Shunda siz urush yillari bo'lgansiz-da, 1941-yillari. 38 bo'lsangiz, tugashiga bir 7 yashar atrofida bo'lsa ekanda, birinchi sinf bola. 7 yasharga bormaydi. Endi sal bilasizmi o'sha kunlarda, eslaysizmi? Yo'q, eslolmayman. Eslolmaysizmi? 4 yashar, 5 yashar bola bo'lganmiz. Hatta o'sha yillar bo'lgansiz-da, Hoji bobo. Urush yillari, qadag'oy yillari, ha? O'sha davrlarni ko'rgansiz-da. Urush yillari bo'lganmiz. Mana o'shanda ham shu yerda yashaganmisiz? Unda qishloq o'rtasida edik biz uyimiz. Uyim chiqqanmiz beyga. 57-yil chiqqanmiz beyga. 57-yil? Ha. Bu paytda Rossiya payti bo'lganda. Hoji bobo, shuncha yashab hozirgi yoshlarga nima maslahat berasiz? Hozirgi endi bu yoshlarga shu hozirga tan berib, yaxshi yashashini tavsiya qilamiz-da biz. Yaxshi yashashini. Yashang. Shu qiyinchiliklar bo'lganda, u biz davrimizda ham. O'sha zamon bilan hozirgi zamonni taqqoslasa qaysi yaxshi? Hozirgi zamon tuzildi. Hozirgi zamon tillo, ha? Yegani oldi, yemagan ketdi. Bir turam nonda, bir turam nonida, men bug'doy nonni, men bug'doy non yeyman deb yig'laganimni bilaman. Zog'ora nonlar bo'lgan, Makka zog'ora, juyardan bo'lgan zog'ora nonlar bor edi. Shu men bug'doy non yeyman deb yig'lab yuborganimni bilaman, yana rahmaliga. Ana. Voy, meni otam bug'doy non yegisi kelibdi, ham men bug'doy non tovib kelayin deb turib, yarimta bug'doy nonni qaydandir tovib kelganda. Bitta emas, u ham yarimta. Ana aziz qadrdonlarim, qatag'oy yillarni ko'rgan Hoji bobolarim, mana shu Hoji bobom yoshiga kirib yuradiganlar, like papsiga obunani ayamanglar. Niyat qilib bosinglar, Hoji bobom yoshiga yetinglar. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin.